ulug' bayramda deyman salom assalom. Shogirdlarning nomidan deyman salom assalom. Assalomu alaykum fayzli davramizning aziz qatnashchilari, hurmatli ustozlar, kelajagi porloq bitiruvchilar. Bugun biz kelajak bunyodkorlarining ayrimlarini oliy dargohlarga, ayrimlarini inson ulug'lovchi, mehnat qo'yniga kuzatish arafasi hisoblangan, so'nggi qo'ng'iroq deb nomlangan damlarga to'plandik. Har yili maktabimiz dargohida ilk bor birinchi sinfga qadam qo'yayotgan jajji ukajonlarimizni kutib olamiz. Bu yil ham ular birinchi sinfni bitirib, ikkinchi sinfga qadam qo'yayotgan ekanlar. Ularni a'lo baholarda bitirib, yaxshi o'qiganlari uchun qarsaklaringiz ostida kutib olamiz. Marhamat, birinchi sinf o'quvchilari. Bir-biridan shirin. O'g'il qiz do'mboqlari milyonlarning umidi. Sizdadir kecha kunduz ertaga ravshan boqqan. Ko'zingiz yorug' yulduz, kelajak iqbolisiz, yashnagan niholisiz. Baxtibar qilgan elning erki o'g'il qizisiz. Endi davramizning asosiy sabablari bo'lib, 11-sinf bitiruvchilarini davramizga dandalali ravishda qarsaklaringiz ostida kutib olamiz. Marhamat o'tirlar. Bu candır, bu hayat vicdan.
tantanali yig'ilishimizni ochiq deb e'lon qilish uchun so'z navbatni maktabimiz direktori Aziz Bahodir akaga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, aziz mehmonlar. Mana bugun 1999-2000 o'quv yilining oxirgi kunini inshaalloh sharafasida turibmiz. Men shu bugungi kunda zo'r hayajon bilan shuni demoqchimanki, o'tgan yili 1-sinfga qabul qilingan o'quvchilarimiz mana muvaffaqiyatli ravishda 2-sinfga ko'chishdi. Vaholanki, o'tgan yili 11-sinfga ko'chgan o'quvchilarimiz bu yil Xudo xohlasa bitirish imtihonlarini topshirishib, maktabni bitirishadi. Bugungi fursatdan foydalanib, hammalaringizga sihat salomatlik, yangi o'quv yilida yangi kayfiyat bilan, yangi muvaffaqiyatlar bilan o'quv yilini boshlashimizni tilab qolaman. Hammalaringiz oilalaringizga sihat salomatlik tilayman. Yozgi ta'tilni chiroyli o'tkazishlar degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi kechani ochiq deb e'lon qilaman. Osmonimizning tinch kelajagi, buyuk vatanning shukronasi o'laroq shu bugungi kunlarga ham yetib keldik. Mashaqqatli mehnat egasi hisoblanmish o'qituvchilar o'z mehnatining mahsulini, qiyin va mas'uliyatini mahsuli hisoblanmish debochasi o'z o'quvchisini katta hayot jabhasiga uzatmoqchi. Assalomu alaykum aziz ustozlar. So'zlari lavzizu qalbi mumtozlar, ma'rifat osmonining porloq quyoshi, murg'ak yuraklarning sirli yo'ldoshi. Sof dildan aytilgan birinchi kalom, qadrli ustozlar, salom assalom. Men ta'zim aylagan bu aziz inson, bizga ta'lim bergan muborak ustoz, sizga quloq solmay sho'xlik qilganda ustoz o'gitingiz tushadi yodga. Mehribonim ustozim sizni sevar el doim. Siz bilan hayot ko'rkam, yuringiz shodon xurram. Endi navbatni 1-sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. Hozirgi navbatni maktabimiz o'quvchisi Madamilov Abdulsalga beramiz. Marhamat. Qarsaylar. Qarsaylar solinglar, men kabi hammaning og'zini ochib turasizlar.
Ne berganman? Hozir kilot ketdi. Tohir oldi shekilli kalit. Ustozlar, hurmatli bitiruvchilar, haqiqatda bugun juda hayajonli kun. Bugun hayot musobaqasiga ilk qadam qo'yishga harakat qilyapsizlar. Shu munosabat bilan men sizlarni shahar hokimi, O'zbekiston Oliy Kengashi deputati Akramov nomlaridan qizg'in tabriklayman. Hayot musobaqasiga kirib kelyapsizlar. Oldinda juda hayot imtihonlari bor. Shu imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tishlaring uchun men Allohdan sizlardan duo qilaman. Hammalaringni qutlug' bayramlaring bilan tabriklayman. Men rahmat. Bugun o'qituvchilar bilan kengashib, gaplashib, maslahatlashib, shu maktab bitiruvchilardan eng bir chiroyli, odobli, namunali bir qizimizni kichkina sovg'amiz bor edi. Sizni tabriklamoqchiman. Ruxsatlaring bilan o'qib beraman. Hurmatli singlim Hafizaxon Botir Aliyeva. Kim sizni yangi Marg'ilon shaharcha fuqarolar yig'ini nomidan yangi hayot ostonasiga qadam qo'yishingiz, yetuklik ostonasiga shahodatnomasi olganligingiz bilan chin qalbdan tabriklayman. Mashaqqatli hayot to'qmoqlarida yo'llaringiz oydin, tekis bo'lishini istaymiz. Har doim baxtli, saodatli bo'lishingizni tilaymiz. Omon bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Endi so'z navbatini 11-sizlarga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz ustozlar, opa-singillar. Shu bitirish kechamiz ekan, shu munosabat bilan shu vaqtdan foydalanib sizlarga hammalaringga uzoq umr, baxt, saodat, shu biz bitirib ketganimizdan keyin ham shu maktabni yuksak cho'qqilarga olib chiqishlaringni tilakdoshmiz. Hammalaringga omad tilaymiz. Rahmat. Marhamat, madaniy Tohir sizni kutyapti. Buradan chiqyapti. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, tengdoshlar, ukalar, singillar va mening so'nggi qo'ng'iroqqa kelgan armon qadrli sinfdoshim. Mana bugun biz so'nggi qo'ng'iroqning armonli jaranglashini tinglaymiz. Ha, biz endi sen bilan birga jonajon maktabimizning bizga uyimizdek bo'lib qolgan sinflarida o'tirib o'qiy olmaymiz. Sinfdosh, sen bilan endi partada birga o'tirmaymiz. Ey partadosh, esingdami sen bilan urushib, talashib o'tirgan damlar-u, bir-birimizdan kechirib yozishlar. Ayniqsa sen bilan shunday do'st edikki, bu hatto urusdak ham bir kun, ba'zida undan ko'proq, ba'zida undan ham oz muddat gaplashmasdik. Keyin yana birga kulishib o'ynardik. Qani edi mana shu damlarni cho'zishning iloji bo'lsa. Afsus, buni iloji yo'q. Chunki vaqt hakam. Men yana jonajon maktabimga qaytardim. Men uchun mehribon bo'lgan ustozlarim bergan har bir bilimlarini olib, ularni oqdan qildim. Menga bilim bergan ustozlarim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Xuddi sizlar uchun berganingiz. Bizning shogirdlarimiz sizlar bilan gap tortishib, darsdan qochishlarimiz faqat sizlarni sevganimizda. Sizlarga erkalama, kimga ham erkalama ustozlar. Sizlar bizga xuddi ota-akalarimizdek, onalarimizdek bo'lib qolgan. Hurmatli ustozlar, bizni kechiring. Sinfdosh, mana shu 10 yil davomida qanchadan qancha qiziqarli damlar, bir-biriga o'z sevgi muhabbatini ko'rsatib, sevgi izhor qilishlar. Kimlardir o'z yorini topdi, kimlar esa yo'q. Sevgiling bo'lsa-yu, ha mayli, bunday
armonli gaplarni bu yerda gapirib o'tirishimizni hojati yo'q. Bizni bu damlarimiz endi hech qachon qaytmaydi. Xayr endi do'sti yoromlar. Biz mana shu dargohni bitirib ketar ekanmiz. Sizlar ukajonlarimizga kattadan katta omad, baxt tilab qolamiz. Rahmat. insonlari bor, orqasidan yaxshi nom qoladi. Insonlari bor, baxt saroy toch kiyib yuradilar. Bizning maktabimizda ham ana shunday o'zlarining yaxshi nomlarini qoldirgan ustozlar bor edi. Bulardan matematika fani fidoyisi, o'qituvchisi Mahkam aka Ahmad Aliyev, yana bir ustozimiz Osmonova, rus tili fani o'qituvchisi Umidaxon Rasulovna kabi ustozlarimiz hamisha biz o'quvchilarimiz, talabalarimizga chuqur saqlanib qoladilar. Ushbu she'rimni shular xotirasiga bag'ishlayman. Yaxshi nom qoldirgan inson shamolday ezoz bu hayot darg'asi, uchib ketar u har bir insonni. Sizsiz jimib qoldi maktab hovlisi, xotirangiz tark etmas hech qachon bizni. Adib fanidan berdingiz saboq, yozilmay qoldi-ku daftarlar ham oq. Qaro yer bag'riga kirdingiz biroq, xotirangiz dillarga qoldi katta titroq. Sizga qildingiz pandu nasihat, o'g'il qizingizga qilmay vasiyat. Shoshilib aylarga ketdingiz ustoz, ketib adiblardek o'ldingiz mumtoz. Sizga qilgan buyuk amallaringiz insoniy fazilat bo'lib qoladi. Bizdan yetgan bo'lsa sizga aziyat, kechiring ustoz, kechiring faqat. Sizga o'xsharmikan endi ziroat, xotirangiz abadiy qoladi bizga yon. Rahmat, salomat bo'ling. Maktabimiz bitiruvchilari sizlarni mana shu oxirgi qo'ng'iroqqa taklif qilishibdi. Avvalambor kelganlaringga ming rahmat. Shu fursatdan foydalanib men aziz ustozlarimga ta'zim qilaman. Rahmat, shunchalik bizni o'qitganlar uchun. Agar bizdan yomon gaplar o'tgan bo'lsa, bizni kechiringlar ustozlar. O shunchalik hayajondamanki, umuman gapirolmayapman. Bu fursatdan foydalanib men aziz domlalarimizni tabriklamoqchi edim. Domla agarda bizdan